Masjidi fazilatidan gapiramiz. Masjidi Nabaviyda o'qilingan namoz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Masjidi Nabaviyda o'qilingan namoz boshqa masjidlarda o'qilingan namozlardan 1000 barobar savobi ko'proq. 1000 barobar. 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, shu yerda boshqa masjidlarda o'qilingan 2 rakat namozdan 1000 barobar savobi ortiqroq bo'ladi. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadis shariflarida kim 40 vaqt namozni, ya'ni 40 ta namozni imomning orqasida jamoat bo'lib o'qiydigan bo'lsa, jahannam o'tidan ozod bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Do'zax o'tidan ozod bo'ladi deganlar. Endi masjidni narigi burchagiga qaraymiz. Yashil qubba turibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning jasadlari ana joyida dedik. Rasulullohning bir hadislari bor. Ma bayna bayti va minbari rawdatun min riyadil jannah. Va fi rivayatin ma bayna fi qabri va minbari rawdatun min. Meni uyim bilan minbarim orasida jannat bog'laridan bir bog' bordir dedilar. Va bir rivoyatda meni qabrim bilan minbarim orasida jannat bog'laridan bir bog' bordir deganlar. Ulamolar buni shunday ta'vil qilishadiki, u aynan o'sha jannatning tepasida joylashgan degan ma'no kelib chiqmaydi bundan. Bundan ana shu joy inshaalloh qiyomatga jannatga qaytadi degan ma'noni bergan. Ana shu joyda o'qilingan namozda ham fazilat ulug'. Ana shu joyda qilingan ibodat, o'sha joyda qilingan tavba tazarrularning ham fazilati ulug'. Ulug'. Endi Payg'ambar alayhisalomni o'sha uylari, ya'ni Oysha onamiz hujralarining devori bilan minbarning orasi 26,5 metr. 26,5 metr uzunasi, masalan, aynan o'sha 1-safga borib o'qimasdan 3-4-safda o'qiydimi, 10-15-safda o'qiydimi, o'sha minbar bilan o'sha uylarning orasiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, inshaalloh o'sha jannatga qaytadigan maqom topadi shu odam. Xudodan umid qilamizki, Alloh taolodan umid qilamizki, inshaalloh o'sha jannatga qaytayotganda siz bilan bizni ham qo'shgan holatda Xudoim jannatlarga kirgizgan bo'lsin. Azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bor. Men mazmunni aytaman. Kim menga salom bersa, meni ruhim jasadimga qaytadi va men unga javob qaytaraman deganlar. Salovat aytsa, salom bersa, demak bu hadisdan ko'rinib turibdiki, Rasulullohning ruhlari jasadlariga qaytadi va javob aytadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alayka ya Rasululloh desangiz, va alaykas-salom deydilar. Va alaykas-salom deydilar. Endi bu yerda hozir mana qancha odam chiryapti. Qancha odam assalomu alayka ya Rasululloh deyapti. Qancha odam salom beryapti. Demak, Rasulullohning ruhlari jasadlarda turibdi. Rasul akram alayhisolatu vasallam hozir tirik. Biz mana shu o'yda ziyorat qilishimiz kerak. Bu masjidning hududiga kirganda ham, ravzaga kirganda ham, salomga kirganda ham ovoz ko'tarilmaydi. Odobi shu. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Hujurat surasida bir oyat kelgan. Ya'ni sizlar ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan baland qilib ko'tarmang. Agar baland qilib ko'taradigan bo'lsangiz, amalaringiz bo'lib ketadi degan mazmunda oyat kelgan. Insonni bitta qilgan Rasulullohga beodobchilik orqasidan hayotida qilgan hamma savob amallari habata bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun kirganda ham, salomga kirganda ham, mana ravzaga kirganda ham inshaalloh ayollar ham kiradi. Ovozimizni ko'tarmaymiz. Ovozimizni ko'tarib gaplashmaymiz. Duolarda ham, salomda ham ovozni ko'tarmagan holatda beramiz. Erkaklar kiramiz salomga, assalomu alaykum ya Rasululloh demasdan past ovozda salom berib chiqib ketamiz. Tushunarligi?